Assalomu alaykum, o'rganayapsizlar. Bugungi videoda prop firmalar playlistiga yana bitta o'zim yaxshi ko'rgan prop firmani obzorini qisqacha qilib beraman. Funding Tips bo'yicha gaplashgan bo'lamiz. fundingtips.com saytiga kirsanglar, mana shu havola ochiladi. Nimaga Funding Tips degan savolga bular bitta ham to'lovni bekor qilmagan, ya'ni qoidasiga rioya qilsangiz qilgan foydangizni tashlab beradi. Platformalar MetaTrader 5, MatchTrader, CTrader. MetaTrader 5 yaqindagina qayt. Undan oldin MatchTrader, CTrader va TradeLocker bor edi. Va pul yetishishga e'tibor bersanglar, haftalik va 2 haftada bir va oylik. Ya'ni bular 100% profit split, ya'ni 100% gacha foydani sizga chiqarib beradi, siz qilgan foydadan. Va 300 ming AQSh dollarigacha bulardan kapital boshqarsangiz bo'ladi. Endi e'tibor bersangiz, mana bu yerda 2 etapli 100 million akkauntni ko'ramiz. Xo'p, 2 etap bo'ladi. Birinchi etap student, keyin practitioner, keyin master. Birinchi etapda siz 8% foyda qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi etapda bu esa 5%. Hamma prop kompaniyalarga o'xshab. Va masterda siz qilgan foydangizdan hop 60% dan 100% gacha olsangiz bo'ladi. Agar siz bir haftada bitta yechsangiz 60% ni berishadi. Hop, 2 haftada bir yechsangiz 80% ni berishadi. Agar bir oyda bitta yechadigan bo'lsangiz 100% ni beradi. Qachonki siz master akkauntga o'tganingizdan keyin buni o'zingiz belgilab qo'yasiz. Mana 100 million akkauntni narxi $470 turibdi. Hop. Mana bu yoqda payout qilganlarni payouti va rasmlar qo'yib ketishgan. Bularda Discord bor. Discordga kirib nimadir muammo bo'lsa, o'sha haqida savol berib bilib olsanglar bo'ladi. Support yaxshi ishlaydi. Endi qanaqa hisob sotib olish mumkin degan savolga. Birinchi hisob sotib olishdan oldin men FAQ ga kirib, buni qoidalarini bitta o'qib olinglar. Yoki men sizlarga kerakli qoidalarni ham ko'rsatsam bo'ladi. Qisqacha qilib tushuntiraman, lekin hammasini o'qib olganinglar yaxshi. IP rulga ehtiyot bo'lasizlar, ya'ni bitta akkauntga ikkita telefondan yoq-yoq qilib kirsanglar, sizlardan so'rashi mumkin va chet elga chiqayotganinglarda anaqa so'raydi. Viza, lokatsiya so'rashi mumkin. VPN ishlatsa bo'ladi dotda, lekin bunga ham bu narsa so'raydi. VPN ochib qo'ysanglar. Mana I have multiple ICPS dotda. Agar adresinglarda yoki rayonda o'zgarish bo'lsa, lokatsiya bo'yicha anaqa so'raydi, isbot so'raydi. Multiple device ishlatsa bo'ladi. Yana bitta qoidasi bor edi bularning. Masalan, sizda akkaunt bo'lsa, ya'ni 300 million akkaunt bo'lsa, hammasida bitta savdoga kira olmaysiz. Ya'ni uchalovida siz alohida savdoga kirishingiz kerak bo'ladi. Bu degani copy trade mumkin emas. Agar sizda imtihondan o'tilgan 100 million akkaunt bo'lsa, siz ularni merge, ya'ni birlashtirib olsangiz bo'ladi. Mana shularni hammasini o'zingizlar o'qib chiqishinglarni so'rayman sotib olishdan oldin. Mana step model, master account, pulli prasatkalar va yana bitta narsa, realga o'tgandan keyin 3% foydasi bor. Agar siz bitta savdoda 3% dan oshuv zarar qilsangiz, sizdan shu yerda olib qo'yishadi. Inactivity ham bor, ya'ni siz 30 kun consecutive days, ya'ni 30 kun ichida savdo qilmasangiz, inactivity deb sizdan shu yerda olib qo'yishadi. Lotlar ham bor. Lotlar bo'yicha ham 100 million akkauntda 40 lotdan oshuv savdo qilsa bo'lmaydi. Agar 40 lotdan oshirsangiz, akkauntingizni yopib olishadi. Yengillikda savdo qilish va haftaning oxiriga savdoni qoldirish. Hop, challenge davomida siz bemalol yengillikda savdo qilsangiz bo'ladi va siz savdoingizni keyingi haftaga olib o'tsangiz ham bo'ladi. Endi bo'lsa funded bo'lganda master accountda
ham siz yengillikda savdo qilsangiz bo'ladi va haftani oxiriga сделкani qoldirsa bo'ladi, lekin bitta ikkita qoidalar bor. Yengillik davomida, high impact news davomida yengillikni ochib yopishgan. Ya'ni siz yengillikdan 5 minut oldin va 5 minut keyin savdoni ochmasligingiz va yopmasligingiz kerak. Agar siz mana shunaqa yengillikdan 5 minut oldin yoki keyin ochib qo'ysangiz, ya'ni o'sha 5 minut ichida foyda hisoblanmaydi. Okey, speechlarda ham xuddi shu. Va all day news bo'ladi, o'sha payt ham savdo qilmaslik kerak iloji bo'lsa. Hop, endi bo'lsa pul to'lab berish bo'yicha mana men sizlarga tushuntirib berdim. Reward sikli bo'yicha siz 60% rewardingizni, ya'ni qilgan foydingiz 60%ni har seshanba kuni chiqarsangiz bo'ladi. 80% 2 haftada bir, 100% chiqaraman desangiz 30 kunda bir marta. Hop, on demand rewards ham bor, qachonki siz ana hot seat programmaga o'tganingizda. Leverage'lar bo'yicha Forex'ga 100, metal 130. Shunaqa, yana qolib ketgan joylari bo'lishi mumkin. Bu yog'ini o'zingizlar o'qib olasiz. Endi qanaqa qilib ro'yxatdan o'tib hisob sotib olsam bo'ladi degan savolga mana mana bu ism, familiya, pochta, parol yozasizlar. Mana bu referral kod degan joyiga shu videoni tagida men sizga referral kod tashlab qoldirib ketaman. Agar xohlasangiz shundan o'tsangiz, meni kanalim rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasizlar. Hop, ro'yxatdan o'tgandan keyin sizlarda mana bunaqa oyna ochiladi va new challenge bosib turib, mana sotib olsanglar bo'ladi. Step MetaTrader 5 account tanlaysizlar va continue to payment deb bossanglar, mana bitta Visa karta orqali Visa kartalarini kiritib to'lov qilsanglar bo'ladi. Mendan hozircha shular. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, trader tanishinglarga videoni jo'natib, like, komment bilan qo'llab-quvvatlab olinglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.